Salamatmısызlar. Bugungi darsimizda bir a'zolik bilan ko'p a'zolikni bir a'zolikqa bo'lishni o'rganamiz. Eng beshida qoidasini yodlab etaylik. Bir a'zolikni bir a'zolikqa bo'lish uchun biz bo'linuvni kasr turida yozib olib, surati bilan mahrajini qisqartamiz. Agar ko'p a'zolik berilgan bo'lsa, u vaqtida ko'p a'zolikning har bir a'zosini bir a'zolikqa bo'lib chiqib, natijalarini qo'shib etamiz. Agar biroq ko'p a'zoliklarning har bir a'zosi bir a'zolikqa bo'linmay qolishi mumkin. Ashta hisoblanib bo'qilish mumkin. Hisobni chiqaradigan vaqtida birinchi hisobimizda bo'lib yetinglar deydi. Beshida kasr turida yozib olaylik. 0,24 k darajasi 4 t ni bo'lyapmiz 9dan 4 k kub t ga. Kasr turida yozib olgandan keyin sonlarning koeffitsiyentlarini bir-birisiga bo'lganda 0,24 ni ko'chirib yozib, mayda 9dan 4 ni o'rni almashtirsak 4dan 9 bo'ldi. Bu bizning koeffitsiyentlarimiz. Endi k larni ko'raylik. K darajasi 4 ni k darajasi 3 ga bo'lsak, k o'zi qoldi. 4 dan 3 ni yotsanglar 1 va bu yerda t lar qisqarib ketadi ekan. Endi bo'lib yetaylik mayda. 0,24 ni 4 ga bo'lsanglar 0, 2 ga 4 ga bo'lmaydi 0, 24 ni 4 ga bo'lsanglar 6, 0,6 ni 9 ga ko'paytsanglar 6 9 54, 5 dan keyin 2 son bo'lgan ki bu yer 2 songa o'tkazsak 0,54 k chiqadi ekan. Endiki hisobimizda shu hisoblanglar deydi. Bu yerda bir a'zolikni bir a'zolikqa bo'lyapmiz. Endi qaranglar, bo'lganda aralash kasrlarni biz birdinla noto'g'ri kasrga aylantirib olaylik. 8 ni 3 ga ko'paytib 1 ni qo'shib atsanglar 3 dan 24 bo'ldi. Endi koeffitsiyentlarni birinchi hisoblag'achqa biz давайте buni 1,5 dan 3 ni noto'g'riga aylantirib o'rni almashtirib yetaylik. 5 dan 3 o'rni almashsa 3 dan 8 bo'ldi ekan. 3 dan 8. Endi mayda n ning kubi m ning kubi bo'lingan n ning kvadrati m ning kvadrati elingan 1,9 n ni ko'chirib yozamiz. Bu yerda qisqaraydiganlar qaranglar. 24 mayda durust yozmabman-ku. 8 24 birini qo'shib etsak 25. Albatta, men 25 deb yozay. Shu vaqtida bu yerda qisqaradigan hech qanday son yo'q. 25 ni 8 ko'paytsanglar, qaranglar, 25 ni 4 ko'paytsanglar 100, yana bir qatim 4 ko'paytsanglar 100. Shu vaqtida men chiqdi 200. Mahrajida 9. N larni qarab yetaylik. N kubni n kvadratga bo'lsak, n o'zi qoldi. M kubni m kvadratga bo'lib etsak, m o'zi qoldi. Elingan 1,9 n. 9 dan 200 noto'g'ri kasr bo'lg'ach 200 ni 9 ga bo'lib butunni chiqarib yetaylik. Men 2 9 18. Yana bir qatim 2 dan olsak 18 bo'ldi-ki 22 butun 2 dan 9 dan 2 n elingan 1,9 n. Bo'ldi. Shuning bilan ifodani oddiylashtiryapmiz. Endi hisobda ifodaning ma'nosini topinglar deydi. Uning uchun bu yerda nima bor ekan? Plus bor, bo'lingan bor. Agar y bunday son bo'lsa. Beshida albatta biz bo'limiz. Mayda minus 21,4 y ni ko'chirib yozaylik. Endi kasr yozmaylik, 7 ni 5 ga bo'lib yetaylik. Koeffitsiyentlar bo'ldi 1,4. Y darajasi 5 ni y darajasi 4 ga bo'lsak, y o'zi qoldi ekan. Bular o'xshash qo'shilg'uchi bo'lgan ekan. Plus minus tug'anda cho'ng sonni kichik son deb cho'ng sonning belgisini qo'yib etamiz. 21,4 dan 1,4 ni olsak bo'ldi minus 20,y. Endi y ning o'rniga minus 0,100 dan 3 ni qo'ysanglar, minusni minus ko'paytsak plus, 20 ni 3 ga ko'paytsanglar 60. 5 dan keyin bir 2 son bo'lgan keyin bir 2 songa o'tkazsak 0,10 dan 6 chiqdi ekan. Tanglikni isbotlanglar deydi. Isbotlab yetaylik. Bu yerda endi ikki a'zolikni bir a'zolikqa bo'lyapmiz. Shuning uchun kasr turida bunday yozib olay. Nima qildik dedik?
Köp azalıqni bir azaliq bölgende köp azalıqның her bir azasını, bunun her birini bir azalıqqa bölüşümüz gerek. Şu vaqtda da kesir türde 8,47 n derecesi 5 m derecesi 4'ni bölüp etimiz 7,7 n derecesi 4 m kubqa. Arsıda qo'shilgan tuğan kim bizning de chiqqan natijalarni bir-birisiga qo'shib etimiz. Etimiz men qanday belgi tutsam. 77 n 4 m kub bölüngen 7,7 n 4 m kub. Elingan 10 var. Teng boluş kerekki 1,1 nm. Qini vaqtda men bir yerda hisoblab etaylik. 8,47'ni 7,7'ga bölgen men peshni bir sanga yo'tkab medim yo'tkazishimiz kerak. Şu vaqtda 84,7'ni 77'ga bölsek birdan berimizga 77 tushadi. Meyda yan bir qatim 77, biroq butun son putkashga 77 qoldi. 1,1 bo'ldi ekan. Yazay 1,1. N5'ni N4'ga bölgende N, M4'ni M3'ga bölgende M qasa, M'de 77'ni 7,7'ga bölgende, yani 10'lık kesirlerini bölgende 5'len epmeye 0 qo'shib etsak, 770'den 77'ga bölsem, M'de sразу 10 chiqdi ki. M4'ler qisqara ketadi, N kublar qisqara ketadi, qo'shilgan 10 teng 1,1 nm. Endi nima qilyaptim mayda minus ekan. Shu deymi? Isbotlanmayapti-da deb. 10 bilan minus 10 qisqara ketsa, nima chiqdi? So'ng tarifim tenglamaning o'ng tarafiga teng, demak, ifoda endi точно isbotlandi. Endiki hisobimizda nima qilinadi bu yerda? Ifodaning ma'nosini tepinglar. Bu yerda bir azaliqni bir azaliqlarga bölüvatmiz, bölüp chiqaylik. 4,95 x kub y derecesi 4'ni bölüşümüz gerekki 2,2 x kub y kvadratqa. Elingan 77 x derecesi 5 y 4'ni bölüvatmiz 0,11 x derecesi 4 y derecesi 4'ge. Aha, durus yazdımı? Durus yazdım. Yani şu onluk kesirlerini bölüş, peşini bir sanığı yo'tkazsak, mahrajida suratidan bir sanığı yo'tkazsak, 49,5'ni bölüşümüz gerekki 22'ge. Böleyli 2'den azsaq 44, 5 bütün san bütüp 5 koyumuz, yani 2'den bölsek 44 kaldı 11, 110'nu 22'ge bölsek 5. Şu vaqtda da koefitsiyentimiz birinci azamızning 2,25. Meyda x kubla qisqara ketib, y4 bilan y kvadrat qisqara ketsa, y kvadrat qoldi ekan. Elingan meyda o'ngay endi peshni yo'tkaymiz, meyda 2 tal 0 qo'shsak, 7700'ni 11'ga bölsek chiqadi 100. Y4 bilan qisqara ketadi, x5'ni x4'ga bölsek, x o'zi qoldi. Endi hisoblab etaylik. 2,125 köpeytilgen. Y degenimiz balla qaranglar minus 15'ten 14. Onu sразу kvadratlayacak. Minus'un kvadratı plus çıktı. 14'ün kvadratı 196. 15'nin kvadratı 225. Elingan 100 x'nin ornunu nima qo'yamiz ki? 7'den 3. Teng men sal xato qilibdimi? 7700'ni 11'ga bölsek 700 chiqadi. Endi qisqartaylik. Qisqaradigan sonlar bu yerda bunlar. 225 bilan 2,125'ni qisqartib atsanglar 0,100'dan 1 chiqadi. 0,100'dan 1'ni 1,96 ko'paytib atsanglar 5 ni keyin 2 son bo'lsa, men 2 songa yo'tkab atsak 1,100'dan 96 bo'ldi. 700'ni 7'ga bölsek 100. 100'ni 3'ga ko'paytsak 300 chiqdi. Bir butun 196 elingan 300 chiqadi minus
300'ün birini yazsаңlar 299, еще birini yazsak 298 бүтін 100'den 4. O'sha darsimiz аяqlashdi. Agar tushunganlar bo'lsa, kommentariyga yozib qo'yinglar. Dars yoqqan bo'lsa, like bosishni unutib qolmanglar.